Hürmetli vatandaşlar, makalamızın devamı. Amerika'nın arka ştatlarında 80 yürüyüşlük Konzu İnstitutu tesis kılındı. Konzu'nun namıdan paydalanıp Cumhuriyet Kompartiyası'nın ideolojisini tarqattı. Hatta hemmadan halkıp Amerika'nın bazı üniversitelerinde nutq sözleş ve bilim hazinelerinde Cumhuriyet Kompartiyası'dan pul elip Cungo'ga paydalı tadqiqat materiallarını ilan qilib ve Amerika hükümetini Cungo'ni tadqiq qiladigan material bilan ta'minlaydigan bo'ldi. Kunlarning birida Amerika Davlat Majlisida Aqsaroyda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasida bir nafar yoki bir necha nafar Cungo'ning dallallari, gumashtilari paydo bo'lsa, biz buningdan hargiz ajablanmaymiz. Diqqat vatandaş. Kunlarning birida Amerika Davlat Majlisida Aqsaroyda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasida bir nafar yoki bir necha nafar Cungo'ning dallallari yoki gumashtilari paydo bo'lsa, biz buningdan hargiz ajablanmaymiz. Cumhuriyet Kompartiyası'nın ideologiyasi Amerikaga tajovuz qilib kirganda birinchidan Amerikaning demokratiyasidan, ikkinchidan Amerikaning keng qursaqligidan, uchinchidan Amerikaning ko'p manbalik madaniyat va siyosati to'g'ri bo'lish siyosatlarini ta'kidlashdan foydalangan bo'lsa, ikkinchidan Amerikalik solchilarning yordamiga erishdi. Diqqat etiniz. Cumhuriyet Kompartiyası'nın ideologiyasi Amerikaga tajovuz qilib kirganda birinchidan Amerikaning demokratiyasidan, ikkinchidan Amerikaning keng qursaqligidan, uchinchidan ko'p manbalik madaniyat va siyosatda to'g'ri bo'lish deydigan siyosatlardan, Amerikaning shu xil siyosatlardan foydalangan bo'lsa, ikkinchidan Amerikalik solchilarning yordamiga erishdi. Eğer gep bu hürmetlik vatandaşım, bek eğer gepleri bu. Amerika'da Demokratlar Partisi, Cumhuriyet Kompartiyası ideologiyasının Amerika'ga tajovuz qilib kirishida darvozani dag'dam echib bergan partiyadir. Anlang vatandaşım. Amerika'da Demokratlar Partisi, Cumhuriyet Kompartiyası ideologiyasının Amerikaga tajovuz qilib kirishida darvozani dag'dam echib bergan partiyadir. Amerika bilim sahasini bo'libmi Jungo masalasini tadqiq qilguvchi olimlar sahasida Jungoparast solchilarning ko'pligidan Amerika bilim sahasida va tadqiq qilish sahasida Jungoparast solchilarning ko'pligidan Amerika Qo'shma Shtatlari hokimiyat beshidagilarning Cumhuriyet Kompartiyasi ideologiyasining tajovuz qilib kirishini ko'rsinmi, ko'rmaslik selib, Cumhuriyet Kompartiyasining tashqari dunyoga zo'r ko'lamli tashviqot, targ'ibot yurgizishi orqali Amerika xalqining mingisini yuyish g'arizini o'z mayliga qo'yib etdi. Şundaqlı bulup qalmay, Cumhuriyet Kompartiyası torbiyatlarını to'sib oladigan tamni kuchaytib, G'arb dunyosi ushurlarning Jungo'ga kirishini to'sgan bo'lsa, Amerika Jungo'ga qaratgan uchur tarqitish vositalarini ajizlashtirdi. Amerika ovoz Amerikaning Jungo'ga qaratgan uchur tarqitish vositalarini ajizlashtirdi. Amerika ovozi Erkin Osiyo radio stansiyasining rasxotini azaytib etdi. Hatta Amerika ovozining Xitoy til programmasini bekor qilishga tasdiqmas qildi. Ma'lum maqol avtorining ko'z qarashi.
Cumhur Kompartiyasının taşqar dünyaga zor kölemde teşviqat, targ'ibat yürgüzü stratejisi muvaffaqiyatlik yol qo'yilishi da, yangi Cumhur Kompartiyasının Amerikada tashkillagan zor kölemlik vatanparvar Cumhuriyetlar tashkiloti ning yordami zor bo'ldi. Dikkat vatandaşım. Cumhur Kompartiyasının taşqar dünyaga zor kölemde teşviqat, targ'ibat yürgüzüş stratejisi muvaffaqiyatlik yo'lga qo'yilishi da, yanada Cumhur Kompartiyasının Amerikada tashkillagan zor ko'lamlik vatanparvar Cumhuriyetlar tashkilotining yordami zor bo'ldi. Bu tashkilotning ichida Uyg'ur tilida so'zlaydigan odamlar bormi? Bu teşkilat Cumhur Kompartiyasının Amerika'daki zapas qo'shiniga aylandi. Bu teşkilat Cumhur Kompartiyasının Amerika'daki zapas qo'shiniga aylandi. Ular tap tartmasdan 5 yulduzlik bayroqni ko'tarib, inqilobiy naqshalarni tovlab, qip-qizil dobolga kiyib, Cumhurning har qanday ichki tashqi siyosatini qo'llab, Amerika duch kelgan har qanday tabiiy va sun'iy ofatlarni olqishlab, Cumhur Kompartiyasining chet ellarda siyosiy g'ayriqarashchilarga zarb beradigan harakatlariga qatnashdi. Cumhur vatanparvarlar tashkiloti ishlarni qildi, shundaqla Cumhur Kompartiyasiga qarshi fikr qiladigan ziyolilarga zarba berish harakatida qatnashdi. Bundaq zarba berish tor betida haqorat qilishni tashkillash, tor betida tillashni tashkillash, tor betida bo'xton va yolg'on chaplashni tashkillash, tor betida Uyg'urda endilikda davası pek kirib kelayotgan dava qilguvchilarni haqoratlash, ularni qurshab hujum qilish, ularni yetim qoldirish, ularni yaklash, dasqan ziyofati yoki dasqan mushuklarni to'plab elib, demak, Cumhur Kompartiyasi g'ayri qarashdiki kishilarga zarb berdi deganda, mana shundaq misollar bilan tushundirsak bo'ladi. Ular yana siyosatga aktiv aralashib, Amerika hukumatining yuqori qatlamada o'ringa, martabaga erishib, Cumhur Kompartiyasi uchun xizmat qilmoqchi bo'ldi. Ko'rdingizmi? Hatto yuqori qatlamga, Amerika hukumatining yuqori qatlamiga kirib, shu yerda turib, Cumhur Kompartiyasi uchun xizmat qilmoqchi bo'ldi dedik. Cumhur Kompartiyasının taşqar dünyaga zor ko'lamda tashviqot, targ'ibat yurgizishni yo'l qo'ygan 10 yil mobaynida bu ish shoshqan vabosidek, aydiz keseli yamragandek butun Amerikada yamrashga boshladi. Diqqat vatandaş. Cumhur Kompartiyasının taşqar dünyaga zor ko'lamda tashviqot, targ'ibat yurgizishni yo'l qo'ygan 10 yil mobaynida bu ish shoshqan vabosidek, aydiz keseli yamragandek butun Amerikada yamrashga boshladi. Dallas buningda 60 yil burun tinch yo'l bilan o'zgarish umidini Cumhur Kompartiyasining 3-avlodi va 4-avlodining zimmasiga yuklagan hukmlari köpükü aylan. Dallas degan bizim Uyg'ur tilimizga Dallas deb kirildi. İngilizcede bu Dallas deyilendi. Tazi men farqlandiramadim. Bu kishi 50-yillardagi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi. 50-yili bir xalqaro so'rinda shundaq degan edi. Hozir yil oy kunni aytib bermayman. Xalqaro so'rinda shundaq degan edi. Biz dedi, yani 22 yildan keyin Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti bilan diplomatik munosabat o'rnatamiz. O'ylab bakın vatandaşım. Şu Dallas yoki Dallas belgilab berganmi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari bu mo'tabar davlat arbobiga hurmat qildimi? Dal 22 yildan keyin 1950-yilda hisoblaganda 22 yildan keyin 1972-yillardan boshlab Amerika Cumhuriyeti diplomatik munosabat o'rnatish davriga kirgan edi. Demak, shu Dallas nima debdikan? Biz o'zgarish ehtimolligini Cumhuriyetning 4-5-avlodiga boshlaymiz, umidini shularning ustiga qo'yamiz degan ekan. Endilikning yana davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.